Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 9-iyun, shundaymi? 9-iyun 2026-yil. Navbatdagi jatkimizni o'zimizning Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumaniga Xalimbek mahallaga olib kelib, mana bedani o'rib ko'rsatib o'tirmiz. Buni hozir bizdan ko'pchilik so'rab turgan Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, Turkmanistondagi mijozlarimiz bizga yetkazib bera olasizlarmi deydi. Bizni qo'shni davlatga yetkazib bera olmaymiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Buning narxi 16 million so'm. Buni biz chegaragacha, postgacha olib borib berishimiz mumkin. Ya'ni o'zlaringiz rastamashqa qilib olib ketsangizlar, shu yergacha yetkazib beramiz. Jatkamizni 120 lik jatka bo'ladi. Paryaklari 2 qatorli vertikal pichoqli bo'ladi. Motorlari benzin motor, 177 9 ot kuchli motor bo'ladi. Buni ko'pchilik obunachilarimiz aytadi, bunday narsa bizlarda bor. Bizlar lekin o'ralmay turibmiz. Sizniki nima uchun o'radi deydi. Bu narsani nima deydi? Biror narsasini yomonlagan emasdan, lekin bunda poddelkasidan bo'lishi mumkin. Men lekin uni sizning narsangizni yoniga borib ko'rmagancha hech narsa deya olmayman, lekin bizlar bilan realni olib kelib o'rib ko'rsatdik aka, to'g'rimi? Yo'q. Hozir hammasini ham o'ramiz. Ko'nglingizda o'rib turibmi? Yo'q. O'zingiz haydab ko'rdingiz. O'zim ham haydab ko'rdim, zo'r. Bo'ldi, unda hozir yana haydang, shu yerda o'rib bo'lgancha biz shu yerda o'tiramiz. Shu rozi bo'lganingizcha haydang. Bo'ldi. Ketdi. Ko'pchilik obunachilar bizni jatkamiz o'ralmaydi, tiqilib qolaveradi degan muammolarda ko'p qoladi. Mana ko'rib turganlaringizday, jatkamiz bemalol har qanday bedani o'rib turibdi. Ana shu bedamiz bilan yotib qolgan, yotib qolib qaytadan mana tik bo'lgan, olib kel kabina. Mana yotib qolgan beda. Yotgan beda mana yotibdi mana. Mana yer uju. Bunda jatkamiz tiqilib qolmaydi, lekin mana ko'rib turibsizlar, jatka beda yotib qolgan hisobini pastda qolib ketib turibdi. Lekin jatka tiqilib to'xtab o'chmaydi, mana qarab tur. Aniq faktichki bo'lsin. Bu yoqqa mana bedalar. Yotibdi bedalar. E'tibor berib turing. Jatkaning haqiqiy original o'zi bo'lsa, pichoqlari almashmagan bo'lsa, bunday bedalaringizdan o'rib beradi, hech qachon tiqilib qolmaydi. Ko'pchilik obunachilarimiz aytganday, tiqilib qolaveradi deydi. Biz uni jatkasini ko'rmagancha bir narsa deya olmaymiz. Lekin jatka haqiqiy original sifatli jatka bo'lsa, mana ko'rib turganlaringizday hech qanday muammolarsiz o'radi. Mana jatkamizni Xalimbekka olib kelib, bedani o'rib ko'rsatdik. Egasini da o'rgatib qo'ydik. Mana jatkamiz bemalol qiynalmasdan o'rdi Sanjar aka, to'g'rimi? Zo'r. Jatkani mana o'rish holatlarini o'zingiz ko'ring, tep-tekis qilib o'rib turibdi. Endi jatkamizni yana bir tushuntirib o'tib bersak, benzin motorli bo'ladi, 9 ot kuchli 177 motor. 1 gektar yeringiz uchun 3-4 litr benzin rasxod qiladi. Sanjar aka, o'zingiz haydadingiz. Haydadim, ava. Zo'r, gap yo'q. Yaxshi. Endi sizdan boshqadan buni jatka olaman deb o'tirganlarga sizning tavsiyangiz kerak aka. Buni qilamiz. O'rib ko'rdingiz o'zingiz. Ishonch hosil qildingizmi? Haydadim, ava. Qanday bo'ldi? Zo'r, gap yo'q. Yig'ilgan yerlarda nima bo'ldi? Yig'ilgan yerlarda ham bunday bir problema tug'dirib qo'yib, zo'r yaxshi o'radi. Yig'ilgan yerlardan o'rib o'tib ketdi. O'rib o'tdi. Aziz obunachilar, jatkamiz tekis bo'lib yotib qolgan bo'lsa, o'ralmaydi, lekin 50% bo'lsa ham tik turgan bo'lsa, hech qanday tiqilish muammolarsiz o'rib ketadi. Jatkamizning narxi 16 million so'm, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz kelishgan narxlarda. Jatkamiz haqiqiy original jatkalar kerak bo'lsa, Fobar savdo markazidan topsangiz bo'ladi. Shundagina
jatkalaringiz bemalol bedalaringizni qiynalmasdan o'rib beradi. Unda Sanjar aka, to'zdirmoq nasib etsin. Foydali barakalar bo'lsin. Bo'ladi, yaxshi. Topganingizga baraka bersin. Yaxshi. Rahmat. Rahmat. Aziz abonchilar, aloqa chiqarasizlar. Qanday jatka kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz deb aytdik. Aloqa chiqarasizlar. Foydali va barakali tanlov.